Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. EPCO loyihasi doirasida tayyorlangan atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy ofatlar riskini boshqarishda fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasi o'quv kursining ikkinchi mavzusiga xush kelibsiz. Ushbu mavzuda biz fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasining tashkiliy qismlari bilan yaqindan tanishib o'tamiz. Fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasi asosiy 3 ta quyidagi komponentni o'z ichiga oladi. Birinchi, qonunchilik va tashkilotlararo shartnomalar, ikkinchi, texnologiyalar, uchinchisi odamlar. Bular har biriga alohida to'xtalib o'tamiz. Qonunchilik va tashkilotlararo shartnomalar. Dunyoning turli qismlarida davlatlar turli darajadagi sog'liqni saqlash yoki transport tizimlari, magistral yo'llar kabi mamlakat iqtisodiyoti va aholi farovon turmush tarzi uchun zarur bo'ladigan har xil infratuzilmaga ega hisoblanadilar. Fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasi nisbatan bir xil vazifani va umumiy maqsadga ega bo'lsa-da, ular bir davlatda ikkinchi bir davlatga nisbatan farq qilib boradi. Masalan, qonuniy, ichki siyosiy, tashkilotlararo kelishuvlarni aniqlashtirish, fazoviy ma'lumotlarni shakllantirish, bu orqali fazoviy ma'lumotlar shakllantiriladi. Asosan tanlangan iqtisodiy modellar fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasini shakllantirishi mumkin. Iqtisodiy model infratuzilmalar odatda juda qimmat bo'ladi. Masalan, avtomobil trassalarini qurish, xalq ta'limi tizimini takomillashtirish, moddiy infratuzilmalarni bunyod qilish ko'plab yillar talab qiladi. Ular xarajatlarni, unga sarflangan xarajatlarni qoplab olish undan ham ko'p yillarni talab qiladi. Davlatlar o'zlarining iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlash uchun iqtisodiy modelni tanlashi zarur bo'ladi. Bu iqtisodiy model ikkita xil bo'ladi. Ochiq modellar va xarajatlarni qoplashni nazarda tutadigan modellar hisoblanadi. Ochiq modellar. Agar davlat fazoviy ma'lumotlarni to'plash va yaratishga mas'ul agentliklarni to'liq moliyalashtirsa, ma'lumotlarni barcha odamlar bepul foydalanishi uchun mumkin bo'ladi. Yoki ularni tarqatish ishlari arzon narxlarda belgilanadi. Davlat ma'lumotlarni to'plash uchun sarf qilingan xarajatlarni soliqdan yoki boshqa usullar bilan qoplab oladi. Masalan, mehmonxona qurish uchun eng zo'r joyni manzili izlab topiladi va ma'lumot sotiladi. Izlab topilgan vaqt va shakllantirilgan ma'lumotlar uchun xarajatlar esa soliq orqali, ya'ni mehmonxonaga kelib tashrif buyurgan mehmonlardan olinadigan soliq, ko'rilgan foydadan olinadigan soliq evaziga shakllantiriladi. Bu usul AQSh va Kanada, yoki O'zbekistonda ham keng tarqalgan. Xarajatlarni qoplovchi model bu asosan Yevropa mamlakatlarida keng qo'llaniladi. Bunda bu modeldan foydalanuvchi davlatlar o'z tarkibidagi agentliklardan geofazoviy ma'lumotlarni sotish orqali investitsiya qilingan xarajatlarni qoplovchi biznes model yaratishni so'raydi. Agentliklar davlat tomonidan to'liq moliyalashtirilmaydi. Ular sarf qilingan xarajatlarni o'zlari boshqa usullar bilan qoplashi lozim bo'ladi va topgan foydalari asosan texnik xizmat ko'rsatish, rent masalalariga sarflanadi. Bu yerda texnologiyaga o'tamiz. Texnologiya. Ya'ni mavjud kelishuvlarga erishilgandan keyin mavjud ma'lumotlarni o'zaro almashish uchun bizga texnologiyalar, kompyuter, elektron jihozlar, dasturlar, o'zaro bog'langan tarmoqlar, serverlar zarur bo'ladi. Infratuzilmani texnologiyalardan mustasno tarzda shakllantirishning umuman iloji yo'q. Texnologiyaning fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasi tarkibiy qismi hisoblangan texnologiyaning ikki qismga, geoportallar va standartlarga ajratamiz. Standartlar ham ma'lumotlarga qo'yilgan standartlar nazarda tutiladi. Ma'lumotlarning xususiyatlari, xizmatlar va meta ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Geoportallar fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasiga kiruvchi yoki asosiy eshik vazifasini bajaradi. Bu orqali portallarni tashkil qilishdan maqsad bir xil. Ularni amaliyotda foydalanish ham imkoniyatlari fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasi fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasidan boshqasidan farq qiladi. Masalan, geoportallar tabiatni muhofaza qilish nuqtai nazaridan tashkillashtirilgan geoportallar, kadastr maqsadlarida tashkillashtirilgan geoportallar bo'lishi mumkin. Fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasini yaratishdan oldin clearing house deb nomlanuvchi meta ma'lumotlar o'z ichiga oluvchi, ya'ni boshqa resurslarni to'plash uchun xizmat qiladigan omborxonalar, ya'ni serverlar zarur bo'ladi. Web portal bizlarga turli xildagi manbalardan tarqalgan bir xil resurslarni markazlashgan holda yig'ib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayrim olimlar clearing house bilan geoportallarni o'zaro uyg'un holda ishlatadilar. Clearing house
mavjud va rejalashtirilgan raqamli fazoviy ma'lumotlar, ularni amaliyotda to'plash xizmatlarini o'z ichiga oluvchi internetda joylashtirilgan va turli hududlarda tarqalgan tashkilotlarning server tizimi hisoblanadi. Geoportallarni quyida Finlandiya va AQSh geoportalini misol qilib o'tdik, kirib tanishishingiz mumkin. Geoportallarga ma'lum cheklovlar qo'yilgan. Birinchidan, uni yaratish va boshqarish juda katta xarajat talab qiladi. Bugungi kunda geoportallar haqida bilimlar yetarli bo'lmasa, foydalanuvchilar ma'lumotlarni qidirish uchun Google yoki boshqa qidiruv xizmatlaridan foydalanadi. Geoportallarni bilan bog'liq cheklovlar professor Ali Mansurianning Expert System and Enhance the Functionality of Clearinghouse Services maqolasidan tanishib olishingiz mumkin. Ma'lumotlarni o'zaro almashish uchun bizga standartlar zarur bo'ladi. Ma'lumotlar o'zaro foydalanishi, erishish, sanoat korxonalari, manfaatdor tashkilotlar, geofazoviy ma'lumotlarni uzluksiz almashish ta'minlashga qaratilgan texnik standartlar ishlab chiqish lozim. Ya'ni tashkilotlar texnik standart ishlab chiqmas ekan, ma'lumotlarni o'zaro almashish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Ayrim mamlakatlarda ayrim davlat tashkilotlari tomonidan shunday ma'lumotlar tashkillashtirilganki, ularni faqat ma'lumotlar oraliq sifatida saqlanib qolgan. Ularni almashish imkoniyati yo'q. Chunki tayyorlangan ma'lumot faqat shu korxona manfaati nuqtai nazaridan yaratilgan. Boshqa korxona u tayyorlangan ma'lumotdan foydalana olmaydi. Demak, standart zarur bo'ladiki, bu orqali biz ma'lumotlarni bir tashkilot va ikkinchi tashkilot doirasida o'zaro almasha olamiz. Ya'ni har bir ma'lumot tayyorlayotgan tashkilot yagona standartlar asosida ma'lumotlarni shakllantirishi zarur bo'ladi. Standartlar barcha bosqichlar uchun, barcha ish jarayonlari uchun zarur. Quyida STI fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasi uchun ma'lumotlarning o'ziga xos xususiyatlari, xizmatlar va meta ma'lumotlar sifatida ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlarning tarkibiy qismlari. Har qanday ma'lumotlarning tarkibiy qismi davlatlararo, umuman tashkilotlararo kelishib olinishi kerak bo'ladi. Masalan, ko'lni oladigan bo'lsak, ko'l deb nimaga aytiladi? Faqat suv qoplangan hududmi yoki ko'l o'simliklari bilan birga qoplangan hududmi yoki ko'lning suv havzasi suvi ko'paygan paytda bosadigan, ya'ni qirg'oq chegarasi cho'ziladigan hududlarmi? Ya'ni demak, umuman olganda ko'l deb maksimal doirada qaralishi kerak va barcha tashkilotlar bu terminni qabul qilishi kerak. Ya'ni yagona standart bo'lishi kerak. Ma'lumot ko'l to'g'risida ma'lumotlar shakllantirilganda ko'lning chuqurligi, hajmi, fizik kimyoviy xususiyat, suvning fizik kimyoviy xususiyatlari va biologik turlar to'g'risida ma'lumotlar shakllantirilgan bo'lsa, bunda maqsadga muvofiq hisoblanadi. Turli xildagi spesifikatsiyaga ega ma'lumotlarni birlashtirish mumkin bo'ladi. Umuman olganda, dunyo mamlakatlarida geografik ma'lumotlarning hajmining kattaligi sababli ularning yagona tarkibiy qismini shakllantirish ham imkonsiz hisoblanadi. Xizmatlar. Xizmatlar portallarda umuman fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasining asosiy elementi hisoblanadi. Bu yerda ma'lumotlarni yuklab olish, qidirish, o'zaro baham ko'rish kabi ko'rsatkichlardan iborat bo'lishi mumkin. Quyida CSV web uchun kartalar xizmati, WMS web karta xizmati, WFS web vektor xizmati kabi xizmatlar bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Terminlar sharhi bilan quyidagi slaydda tanishasiz. Meta ma'lumotlar. Meta ma'lumotlar har qanday kiritilgan ma'lumot, masalan biz geoportal yoki Google qidiruv xizmatidan topganimizda, u biz uchun yaroqlimi? Aynan bizning maqsadimizga to'g'ri keladimi? Kim tomonidan yaratilgan? Shu ma'lumotlarni o'z ichiga olishi zarur bo'ladi. Ya'ni ma'lumotlarga qo'yiladigan standartlardan biri bu meta ma'lumotlar hisoblanadi. Quyida Copernicus saytiga kirib, aynan shu ma'lumotni qidirish meta ma'lumotlar to'g'risida tasavvurga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Odamlar. Fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasining asosiy 3-komponenti bu odamlar hisoblanadi. Ya'ni fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasidan foydalanayotgan shaxslar tegishli bilimga ega bo'lishi, o'zlariga zarur ma'lumotni qidirib topa olishi, meta ma'lumotlarni batafsil tasvirlab bera olishi, web xizmatlar, yuklab olish xizmatlari va boshqalardan foydalana bilishi, umumiy fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasi to'g'risida tasavvurga ega bo'lishi zarur. Bundan tashqari madaniy o'zgarishlar, ya'ni insonlarning psixologik holati, madaniy, masalan, ayrim mamlakatlarda ma'lumotlar madaniy chegaralar doirasida himoyalanadi, ayrimlarda bunday emas. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasi tarkibiy qismi texnologik komponentlar, geoportallar, standartlar. Standartlar o'z ichiga meta ma'lumotlar, xizmatlar va ma'lumotlarning xususiyatlarini oladi hamda xulosalardan iborat. Umumiy olganda shu 3tasi fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Batafsil ma'lumot resurs papkasiga kirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzuimiz